Alloh subhanahu va taolo buyuk Ramazon oyida umid bilan tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin. Bu ibodatga ajrini, savobini ko'paytirib bersin va qiyomat kunida tutgan ro'zalarimizni o'zimizga shafoatchi qilsin. Buyuk Ramazon oyining ulug' kechalarida qilayotgan taroveh namozlaridagi xatmi Qur'onlarimizni dargohida qabul aylasin. Qur'oni Karimni bu dunyoda bizga shafoatchi qilsin, oxiratda bu dunyoda bizga hidoyatchi qilsin va oxiratda shafoatchi aylasin. Yaxshi niyat bilan o'tkazayotgan ma'rifiy suhbatlarimizni ham hammamiz uchun manfaatli bo'lishini nasib etsin. Azizlar,